Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan qanday qilib o'zimizdagi eski Office dasturlarini yangi versiyaga almashtirishni, ya'ni yangi versiyadagi Word, Excel yoki PowerPointni o'rnatib olishni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda biz o'zimizdagi eski versiyadagi Office dasturlarini kompyuterimizdan o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun pastdagi Windows pusk tugmasini bosamiz va parametri bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda biz o'zimizdagi Office dasturini o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ochilgan oynadan приложение bo'limini tanlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda приложение возможностей qismiga o'tdik. Bu yerdan Word yoki Office dasturini qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Mana Microsoft Office dasturini ham topib oldik. Yana bir gap, agar sizda Microsoft OneDrive dasturi ham o'rnatilgan bo'lsa, buni ham o'chirib tashlashingiz kerak bo'ladi, chunki bu dasturni ham yangi Word yangilanganda, Office dasturlari yangilanganda bu ham yangilanishi kerak. Shu sababdan bu ikkalasini bizda agar o'rnatilgan bo'lsa, udalить, ya'ni o'chirib tashlashimiz kerak. Microsoft Office Professional Plus 2016 ustiga bosaman va udalить tugmasini bosamiz. Da tugmasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va yana da tugmasini bosamiz. Bu dastur o'chishi biroz vaqt oladi, shu sababdan biroz kutamiz. Mana Office dasturimiz ham o'chdi. Zakrit tugmasini bosamiz. Endi navbat Microsoft OneDrive dasturini o'chirishga. Udalить tugmasini bosamiz. Da tugmasini bosamiz. Demak, biz dasturlarni o'chirib tashladik. Endi bu oynadan chiqib ketsak ham bo'ladi. Bu oynani yopamiz. Endi biz yangi Office dasturini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun oldindan yuklangan fayl bor. Buni Ustoz Mahmud kanalidan topishingiz mumkin. Bu faylni рабочий stolga сохранить qilib olamiz. Mishkani 10 tugmasini bosamiz va сохранить kakni tanlaymiz. Рабочий stol va сохранить. Ko'rib turganingizdek, Office dasturini arxiv holatda, ya'ni zip holatda yuklab oldik. Endi buni arxivdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Office 2021 ustiga mishkani qo'yib 10 tugmasini bosamiz va извлечь текущий papka ustiga bosamiz. Kerakli papkamizni arxivdan ham chiqarib oldik. Endi bu papkani ochamiz. Ochilgan oynadan, ya'ni papkani manzili yozilgan qismi, yuqori qismini ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, papkani manzili, to'liq manzili ko'rsatilgan va Ctrl C tugmalarini bosib bu manzilni nusxalab olamiz va bu oynani yopamiz.
Ana endi navbat poisk qismidan, qidiruv qismidan biz komandная строка yoki CMD deb qidirishimiz mumkin. Va natija mana komandная строка oynasi va buni admin nomidan ishlatishimiz kerak. Zapusk at именно administrator degan qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va da tugmasini bosamiz. Bu yerga bo'lsa cd buyrug'ini kiritamiz va probel va Ctrl V tugmasini bossak yuqoridagi nusxalab olgan manzilni bu yerga yoziladi va enter tugmasini bosamiz. Undan so'ng quyidagi buyruqni kiritishimiz kerak bo'ladi, ya'ni setup /configure undan so'ng configuration .xml fayl va enter. Ba'zan shunday holatlar ham kuzatilishi mumkin. Close tugmasini bosamiz va parolni buyruqni qayta kiritishimiz kerak. Yuqoriga qaragan strelkani bosib takroran buyruqni yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Demak, yuklash jarayoni ham boshlandi. Ko'rib turganingizdek, bu biroz vaqt oladi. Ko'rib turganingizdek, Office dasturlarimiz muvaffaqiyatli o'rnatib olindi. Bu oynani yopamiz. Demak, Office dasturlari o'rnatilgandan so'ng poisk qismida, misol uchun Wordni qidirib ko'rishimiz mumkin. Mana Word dasturi открыть. Print tugmasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi va закрыть. Ko'rishingiz mumkin, учетный запись qismidan Office dasturlarini 2021-yilgi versiyasi o'rnatildi. Keyingi darsimizda bo'lsa, sizlar bilan qanday qilib Office dasturlarini aktivlashtirish mumkinligini o'rganib olishimiz mumkin.